avvalambor qishloqdagi hayotimizni hozirgi zamon talabiga mos qilib odamlarimizni mana shu orzu niyatlarini, odamlarimizni muammolarini agar joyiga biz qo'ymas ekanmiz, odamlarni ishontirish qiyin bo'ladi. Shuning uchun mana shu birinchi kundan boshlab ana shu obod qishloq, obod mahalla dasturiga ko'p tayyorgarlik qildik. Albatta bunga juda katta xarajat kerak, albatta bunga katta tayyorgarlik kerak, infratuzilma kerak. Bu albatta juda og'ir masala, lekin bilasizlarmi, agar shu masalalarga chuqur, puxta o'rganib, pullarni topib, odamlarni dunyoqarashini bitta narsa bilan o'zgartiramiz. Aniq natijalar bilan. Qarsak ikki qo'ldan chiqadi. Odamlarimiz ham mana shu o'zgarishlarga munosib bo'lib yashashga harakat qilish kerak. Ana shunda biz natijaga erishamiz. Ko'p yillar mana shu rayonda, viloyatda, Vazirlar Mahkamasida ishlab, shu narsa meni juda ko'p qiynab kelardi va birinchi kunlardan boshlab bu narsalarga juda katta bergan e'tiborim, men bunga ishonaman. Buni kelajagi buyuk va mana shu xalqimizni, yoshlarimizni ertangi kuni vaqtlar o'tadi. 10 yil, 15 yillardan keyin mana shu hozir qo'ygan poydevorimiz o'zini juda katta salohiyatli natijasini bildiradi.